Qancha oldu? 10 ming so'm bo'ldi. Bunda kishi oldi. Kishini ham 10 ming so'mga sotib alindi. 10 ming so'mga olib turaman. Qancha oldingiz aytma. 10 mingga olib turib qo'ydi. Buyursa bugun Baytuvidan. Bugun buyursa 19 mart 2022 yil biz Quşap mal bozoriga keldik. Mal bozoridan buyursa qo'ylarni, qo'zlarni, qo'chqirlar tatamiz. Buna qo'zlar baka. Qo'zlar bor. Jallan qo'zlar ekan. Buyur. 8 mingdan 12 mingga 8 mingdan 12 ming so'mga cheyin. Chun kishisiga qarab, nima shunday yaxshi qo'zlar ekan, toza qo'zlar ekanda. Yaxshi. Zo'r shu yerdan dag'i qo'zni qo'yib turaylik. Buna qo'zi aysin qo'zisi akalar. Bunaqa. Qancha bu? 18'den satılıp gitti. Qo'zlar cho'ng ekan. O'zlari 18'den satılıp gitti. Buna satılmadı bu. Qancha bu? 25 ming so'm kim var? Buna qo'zmi o'zlari? Var. Buna nimaga o'xshash ekan? Vit bor ekan, ha? Qo'zga yoqtiradi. Sindu ekan. Ko'rishi yaxshi ekan. Nasqatar. Qo'zi qancha bo'ladi? 8. 8 mi? Erkek urg'achi. Urg'achi bor. 8 kam var ekan. Qancha oladi kam? 12 kam var. Qanchachi? 4 kishi qo'y ekan. Qo'y qancha oladi qo'y? Assalomu alaykum. Yaxshi. Qancha oladi? 16 ming. Sen bana aytding men like bastım 10 ming. Bo'ldi. 16 ming oladi. 16 ming. Qo'y arzon. Qo'y arzon deydi. Yaxshi ishda olasizmi? Asqatar. Bozor qanday oldi tava? Shu bola pasdan arzon qadar. Arzon sotamiz? Sizlar nega semiz ekanda? Et bor. 7 ming davdi. 16 ming deydi. 7 ming az qo'z beradi-da. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? Qanchaga bermedin? 10 ming davdi. 8 ha? Erkek urg'achi. 10 ga bermedin. Çöten erkek qo'zlar ekan. 10 mingdan 8 mingdan bermedinglar. Bermedi. Yaxshi so'dan oldi. Qo'z qancha oladi ekan? 12 ming. 12 ming so'm. Qanchachi? Qo'zi. Urg'achi? Urg'achi qo'zi 12 ming so'm. Semiz ekan. Mera nasqatar. Buna qo'zil qo'y qancha oldi? 12,5 ming so'm deydi. Qanchachi qo'y ha? 2 qo'y ekan. Yerdan qo'zil qo'y so'rach, qo'zil qo'yni ko'p so'rayotganlar. Qancha oladi? 13 kam var. Qanchachi qo'y? 2 qo'z bilan 13 kam var ekan. Hozir mana shu yerdan dag'i qo'z. Qo'yni oldingiz baka? Tasatasiz qancha? 7,5 ming so'm ekan. Buna qo'zil qaysin qo'z ekan aka? Buna qartan qo'ydim. 9200 ga ketdi. 9200 ga sotdingiz. Qartan qo'y deydi. Eko 21 bo'ldi. Ha, narxi eko ha? Narxi 21 bo'ldi. Hozir o'shanda 11800 ga qoldi. 11800 narx ha? 11800 ga qoldi deydi. Narxi kichik qo'zlarchi? Qo'zlarchi? Ular o'zlarini chekanda. Achaverasizmi ayt. Hozir soda bo'ladi. Nima bo'ldi oğlum? Hozir sen yerdan dag'i navozni beradi. Qancha ekan qo'zi? 11 kam bor. 11 kam. Erkek urg'achi? Puchmal. Puchmal deydi. Buna cho'nqoylar qanchadan bo'ladi aka? So'ng'oylar 17 ming. 17 mingdan. Ortig'i keling. 17 dan. 17 mingdan ha. Kam var? Bu qisirchi, tuv sayriq bular-chi? Qisir hozir. Qisir. Qisir deydi. Naqlayda biraz olay bo'lib nima qotgan. Bular cho'nqoylar, bastan cho'nqoylarni aytdi shekanda. Qo'yma, assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? 13 ming so'mdan. Qancha chiqoylar? 4 chiqoylar buna. Cho'tek. 11 ming. Ha, 2 kishi bu 11 ming. Biraz buna qaraganda yetti biraz emas ekan. Bular yettilar ekan. Yaxshi. Sodan bersin ha. Xo'p, seshiz. Hozir yerdan daqimda cho'q qo'ydi sizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Na, qo'ygan cho'tadi aka. Ha. 15 ta oldi hozir. 15 kam var. Qanchachi? 2 kishi ekan. Nega sotilib ketdi hozir? Bermaydi. Qancha sotildi u? Ha. O. Qancha? Aka, daragaga bo'lyapsizmi? Bermaydi o'xshaydi. Qancha oldi aka? 13 ming so'm. Qanchachi qo'y? Qanchachi? 6 ekan. Az qatar emi. Ulardan so'yla qancha o'tar ekan? 15 ming so'm. Qanchachi bu? Yaş. 15 dan deydi.
Az yaktan koçkorlar sıraylı. Bundan sonra Kaç euro da? 13,5 13,5 milyon beradi. Qo'chqora? Qo'chqor. Ikki ekan. Yaxshi. Sodan alasan. 13,5 mingga bermaydi, soda o'tadi. Baytuva. Na cho'ng qo'chqor qancha o'tadi ava? 19 bo'libdir. Berilmedi 19 ga. Alındı. Ha, alındı bu. 19 ming so'mga sotib olindi deydi. Bunday yerda davna cho'ng qo'chqor chiqibdir. 23 ming bersem 26 ga berdim dedi. 23 ming berib o'tgan, 26 ga bermedim deb qayerda turadi ekan endi. 23 ming berdim. Siz 23 berib o'tasizda? Akam 26 ga berib mele o'tasiz siz? Biz shuyajirasiz yetib qolmasdan dedi. Tartib qo'yib, bu bola tartib chiqib pastaydi. Biz tartamiz pasdan. Siz ham aka? Qanchadan bo'ladi? Qanchadan ming qo'chqorlar? Bu ekon 30'dan da adam. Ekoni 30 ming so'mdan, tishlaricha. Yekish qo'chqorlar. Yaxshi. Tudangiz bersin. Yaxshi olasiz. Qanchadan bo'ldi dedingiz? Ya 11'den oldu. Daha şentleri var bizim. 11'den. 11 baş alınıptırlı. Oğlum çongdoru var çongdoru. Çoğunları var deydi. 11 ming so'mdan satib olindi deydi. 11 baş. Qancha olib qo'yib qo'yakan? Qaysi kanalga? Baytuva. Qancha olib qo'yib qo'yakan? Tegizlar. Tegiz. Uchotang ha? Çota gene. 3 baş yeni valla. 14 ming so'mdan kem var. Na qo'ysin. Ha, qo'zlarni. Çok. Adam tartmayız adamda. Qo'zlar qanchadan bo'ladi aka? 5'ten. Tegiz nalar ha? Çoğunları-chi? Birlevi? Bunlar bile. Var dile 5 milyon deydi. Na qanchadan bo'ladi? Ona kişinesine 3 mü son? Satın zaten vereyim ha. Kişneke 3 ming so'm ha? Al 3 yarım. 3,5 ming. Allah 5 yarım. Na 5,5 mingdan deydi. Yaxshi, cho'nroqlari. Qo'zg'u qancha bo'ladi? 15 bin dolar. Bunda la Enis. 15 ming so'm. Ha, kishiga qo'zichi? 7 ming so'm bo'ladi ekan. Yaxshi, so'danizlar bersin. Qancha oldingiz aka? 5 bin son oldu. 5 ming so'm oldingiz. Boz ekan. Boylar arzandab ketdi. İçinde 5 oldu. 5 bin lira payda. Boylar arzandab ketdi. Payda versen. Boy arzandab ketdi. Çok çılgın. Az 5 ming so'm bo'ladi. Cho'ta. Shunda o'ylaysiz. Boz. 5 yarım ber satıyorum da tam. Telefonuna özüne çalat özüne eline. 5,5 ming so'm aqsam yo'q da. Akşam yok telefon götür kürede. Keyingi jumaga berib, keyingi jumaga sotib olib berib deb qo'yaman. Oldu razı ol. Qancha bo'ladi ko'z? Ona ekon saraya çıktı atma. Uşa men belki iki topal eko bir var aka. Uşanı alın. 19 bin lira. 19 mingga beraman deydi shu. Semiz ekanda. Na o'zilar uloq bormi? Yo'q, uloq bormi lan? O'zilar qancha o'zi? 9 ming so'm o'tgan. Buna uloqlar o'zlaricha yeniler var bu. Qanchadan? 2,5 mingdan jo'g'ri ha? Eng kichkinasi 2,5 mingdan. Tegizlar 2,5 mingdan mi? Tegizlar 2,5 mingdan deydi. Az o şol yerden. Balalo uloq dechikday. Qana qaysisin? Qaysisi bolasın buna? Nasıl topa uloğu bilen. Buna uloq bilan qancha bu? 7 mingga bermaydi. 7,5 ming, 6 mingga berilmaydi deydi. Narxi cho'ng'ich. Oldu 7 yarım. Bu da 7,5 ming. Balası yok mu? Balası yo'q o'zi. Buna taka kimdan ekan? Akamla palvanlık mı? Qancha aka? 15 dolar. 15 mi? Sizce? Kimisi 4 diş. 4 diş. Ha. Benim yaktan al. Ulaklar özlerinin ulakları mı? Gözlerin ulakları, yegiz ulakları. Yegiz ulak. Kaçadan? 11 bin son yine ona. Buna yenesi ha? Yine şu. Yenesi şu 11 bin son değil. Buna çoğunluk mu? Ular 8 bin sondan. 8 bin sondan. O ekoç çekedeki. Ular 7 yarımdan. 7 bin lira 8. 7 bin arka ağ çoğu 8 bin dolar. Hazır. Hatta bir yaktan. Assalamu alaikum. Kaç oldu? Ama kaç eder? 7,5 mi? 7,5 son dolar kendine. O şu porterdeki kimden ne kadar takalar ha? Kaçdan? Bu çoğu 15 bin. En çoğu ha ta aslında. Üstünde Nekeler 10'dan. kişileri 10'dan kim var? Birisi 15 bin son kim var dörtken. 3 takaken. Bunlar eski bir taka mı bunlar? Bir eski bir taka. Eskisi kaça bunlar? Yine eski yok şeyden. Kaça bu? 9 bin son. Taka? Döle 9. Bu da 9 bin sondan deydi. Yaxşı. Az önce de dağı soda oldu da şöyle. Kaçıdan buladı? 3 tenge ne olalım? Ne alacak? 3 tenge ne olarken?
9 ming so'mdan deydi. So'rab al. Qanchadan beradi? Ağzına kara otur. Ha, Go'racha va? Go'racha deydi. 3 ulog'i. Mana 3 enesi. 9'dan dedinglar ha? Yaxshi. Bozor shunda bo'lar tog'lar. Echki bozorda shunday. Biz bugun bo'lsa qo'y bozorda, echki bozorda tartib ko'rsatishga harakat qildik. Suni fikirlar bo'lsa kommentariy qoldiringlar. Kanalga qattiq bo'linglar. Podpiska knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bizdan kelgan videolarni birinchi yerdan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'linglar.